Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. 22-iyun bu soat 3dagi ikkinchi reysimiz ketmoqda. 12da ikkita avtobus ketdi akalar. Uni hammasini videosini tashlab qo'ydim. Soatimiz qaranglar, soatga qullig'im demadinglar, yangi soat oldim. 3ga 5 minut qoldi, obetdagi reysimiz chiqmoqda. Muhammad bolalar ketyapti mana. Nima gap? She'r aytaman debdi. Qaysi biri edi she'r aytadigan? Ovozing deb qo'y, she'r aytasan. Qolgan 4 ta tishing bilan she'r qilaman, hozir aytasiz. Nima deysiz? Rahmat, sharoitlari zo'r ekan. Brigadirimiz Muhammad akaga alohida rahmat. Bizga shu kishini maslahat berdi. Keldik, sharoitlari zo'r ekan. Rahmat. Aytilganday. Ilohim tan joningiz sog' bo'lsin, sog' salomat. Akaga rahmat. Ha, bo'ldi. Bu she'rning nomi nima? Ishonarlimi? Hazil. Tavsiya qilsa bo'ladimi? Ilohim sog' salomat etib oling. Aka, nima deysiz? Bu har kungi intervyu, video qilamiz, TikTokga tashlaymizda. Bu yerda yolg'on ma'lumot yo'q. Sizlar zakaz qilgan paytda 12da joy yo'q edi. Bu inson prosta yozdi, zakaz demadi-da, shuning uchun ikkinchi reysga qolib ketdinglar. Ishonarlimi? Ishonarli, haqqoniy joyi zo'r ekan, boradi, joyi yaxshi. Tavsiya qilsa bo'ladimi? Zaryadka, konditsioner ishlayaptimi? Sag'ira Bapesh? Bapesh Sag'ira? 100%. Мешава. Ну, говори что-нибудь тогда. Ну так, как хочешь, на таджикский, без разницы. Это ТикТок, я буду вложить это на ТикТок. Мой номер на профиль есть, зовут Динара Апа. Как есть, скажи, все, без обман только. Апа Динара, номер на профиль. Все, спасибо. Ахжал, береги себя и свою семью. Так, nima deysiz? Og'zinglar chiqaringlar, ovqatga bordinglarmi? Boya hammani ovqatga jo'natgan. Asosiy narsa buni foydasi ko'pchilikka tegsin degan maqsadda bo'layotgan narsa. Konditsioneringiz ishlayapti, zaryadka ishlayapti. Muomalaga, yo'lkiraga rozimisizlar? Kamchilik bo'lsa aytaverasizlar. O'zingizga yoqdimi asosiysi? Qo'lingiz singan holatda yaxshi joy qilib berdik, endi teskari qilasizmi? Kirib ketaveraman orqangizdan, baqirang undan ko'ra. Ishonarlimi? Azamat aka. Nima bekinas tavba qildim, men sizga birovga uylaning deyotganim yo'q-ku. Tavsiya qilsa bo'ladimi? Ilohim, boplamadingiz lekin-chi. Obid aka, o'zi bitta sizga qarab turdik. Nima deysiz? 3-4 marta borib kelyapmiz, hamma narsa yaxshi joyda. Avtobusimiz yuryapti, biz videoda yuribmiz. Ishonsa bo'ladimi? Bolalar nima deysizlar? Zo'r. Tavsiya qilsa bo'ladimi? Bo'ladi debchana, через не хочу gapirmanglar. Konkretno deyish kerak-da. Nimaga? Bu yerda uyatli narsa yo'q-ku. Asosiy narsa halol, yolg'on yo'q, to'g'rimi? Konsolar ishlayapti, zaryadlar to'ldi, telefonlar hammasi yuz, Samsungdan jeb oldi. Samsungdan jeb oldi. Zakazni qilgandan keyin bekinmaymiz, befoyda. Nima deysizlar, bolalar? Yoqdimi o'zinglarga, yo'lkiraga rozimisan? Asosiysi sog' salomat vatanda oldiga yetib olinglar. Akalar raqam profilda Dinara bo'lib chiqadi. Murojaatga bir kun oldin chiqamiz. Zaryadchilar mana hammasi konditsioner turibdi. Sizlardan iltimos, like, kommentariy, podpiska qilamiz.